bilishingiz kerak. Buning sababi bor. Yashirmayman. Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Maras! Men seni deb oilamdan ajraldim. Senga o'yinni to'xtat degandim. Nega to'xtatmading? Nega meni urasan? Iflos, erim o'ziniki qilmoqchi bo'ldingmi? Nimaga dodlisan? Nega menga lo'lilik qilyapsan? Biz sen bilan kelishgandik. To'g'rimi? Men bu yerda umuman yomon ish qilmadim. Eringni yo'ldan urishga sen o'zing rozi bo'lgansan. Esingdan chiqdimi? Faqat men bu o'yinni senga bildirmasdan qildim. Erimni qaytarib ber. Seni deb oilam barakati bo'lyapti. Meni uydan haydadi. Qaytarib ber deyapman. Sen ering men bilan emas. Xavotir olmay